Bugungi hayotimiz jamoat transportisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har kuni minglab odamlar avtobuslardan foydalanishadi. Shu o'rinda bir savol tug'ilishi mumkin. Xo'sh, bugun jamoat transportlari odamlarning talabiga javob beryaptimi? Bugun aynan mana shu savol bilan odamlarga mikrofon tutamiz. Avtobuslarda muammolar yo'q, hamma narsa yaxshi, komfort usulda. Doğrusunu yaxshi shu piyodalar ko'proq piyodalar o'tadigan svetoforlarga e'tibor berish kerakdan. Qaramaydi svetoforlarga uncha e'tibor bermayjak ba'zidan. Ayniqsa yoshlardan talabimiz shu. I haven't used Wi-Fi till yet, but it should be used if there is an English manual written there. Then everybody, the main problem is this about the language, because we are Indians and we are foreigners. So our second language is English. We understand easily English as compared to other language. And for other language, we have to translate like Uzbek or Russian. If there is an English language, then we will read it and we will use it also. Ebet vaqtida tirband bo'lib qoladi bizani ishi. Institutdan 12:30da, 2da aralig'ida aholi ko'p bo'ladidan. Shu vaqtda bizlar bitta ko'proqmi vaqtini orasini qisqartib va ko'proq avtobuslarni shu vaqtini qarab ko'proq qo'yib bersalar yaxshi bo'lar edi. Ava, ham o'qishdan chiqish vaqtini. Jamoat transportidagi asosiy muammolar bu avtobuslar va bekatlar yetishmasligi. Masalan, bekatlar oraliq masofasi katta, avtobuslar ham masalan vaqtida gaming qilish mumkin. Vaqtda bu kam obed vaqtlarida ko'pincha odam ko'p bo'lib qoladi. Avtobusda shuni qalatish uchun esa menimcha avtobuslar sonini ko'paytirish va bekatlar sonini ham ko'paytirib, ularni oraliq masofasini ham yaqinlashtirish kerak deb o'ylayman. Jamoat transportlarini yaxshilash ishlaridan biri bu. Har bir inson alohida o'rindiqlar o'tirishi kerak deb o'ylayman. Undan tashqari mikroavtobuslarni yo'lga qo'yish tarafdoriman men. Ya'ni har bir mikroavtobus 20 odamni qilib tashkil qilinsa, bu juda ham yaxshi hisoblanadi. Undan tashqari avtobus, mikroavtobuslar hammasi bu aholining ijtimoiyligini oshiradi.